bitta terapevtik sessiyada har qanday darddan xalos bo'lish mumkinmi yoki bu imkonsizmi? Iloji bor narsami yoki iloji yo'q narsami? Siz nima deb o'ylaysiz? Hoziroq videoni pauzaga qo'ying-da, javobingizni bildiring va biz videoni davom ettiramiz. Xullas, nima deb o'ylaysiz? Bitta seansda butun bir kasalliklaringizdan qutulish mumkinmi yoki bu imkonsizmi? Biz siz bilan bugungi videoda mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Agar kanalda birinchi marta bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Bu kanalda men Dildora Jumonova, xalqaro toifali coach terapevt, sog', salomat, boy, badavlat bo'lishingizda samarali metodlar bilan bo'lishib boraman. Demak, videoni boshlashdan oldin keling bir qarab ko'ramiz, nima uchun o'zi odamlar kasal bo'ladi. Sizning bu mavzuda fikringiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun odamlar kasal bo'ladi? Albatta, iqlim, iqtisodiyot, iste'mol qilayotgan narsalarimizni sifati buzilib ketganligi, ekologiyaning ta'siri, bugungi hayot tarzimizda, ya'ni o'troq hayotdamiz, kam harakat qilamiz. Mana shu narsalar salomatligimizga ta'sir ko'rsatadi albatta. Va agar siz biz har doim yosh bo'lib sakrab yurmaymiz-ku, qaraymiz, sog'lig'imiz ketadi, salomatligimiz ketadi, tanamiz ishlatilgandan keyin wear out bo'ladi, ya'ni eskiradi, tizimdan chiqadi deyishingiz mumkin. Lekin yoshlarchi, bugungi kunda bolnitsada, kasalxonalarda yosh bolalarning ko'pligicha, bundan tashqari ayrim kasalliklarning yosharib ketayotganicha, bir xil kasalliklarni biz onda-sonda eshitib qolardik. Yoki bizni bolaligimizda onkologiya degan kasallik qanaqadir yoshi o'tib ketgan odamlarda bo'lardi. Yoki bo'lsam qand kasali degan kasallik yoshi o'tgan odamlarda bo'lardi. Yoki bo'lmasam menopauza degan narsalar yoki klimaks degan narsalar 50 dan oshgan ayollarda bo'lardi. Bugungi kunda biz masalan menopauzani 35-36 yoshli ayollarda ham kuzatyapmiz. Sahrli diabet degan kasalliklarni hozir 35-40 yoshli odamlarda ham kuzatyapmiz. Bugungi kunda hali 35 ga kirmasdan sochlari 80% oqarib ketgan odamlarni ham ko'ryapsiz. Ya'ni biz bugungi kunda kasalliklarning yosharib ketayotganligini inkor eta olmaymiz. To'g'rimi? Bundan tashqari, oldin masalan qariyalar keksa yoshda ham tetik bo'lishardi. Agar bundoq o'ylab qarasak, oldingilarning hayoti biznikidan og'irroq edi, shunaqa emasmi? Ya'ni bizni bugungi kundagi texnologiya bilan hayotimiz ancha-muncha yengil. Masalan, kirni qo'lda yuvmaymiz, charchab turgan bo'lsak yoki kasal bo'lib turgan bo'lsak, ovqat qilishimizga ham to'g'ri kelmaydi ba'zan. Shundoq buyurtma berib qo'yamiz. Ilgarilar bunaqa sharoitlar yo'q edi-ku. Ilgarilari masalan, oshpazlar, restoranlar, stolovoylar degan narsa har qadamingizda bormasdi-ku. Bunda o'ylab qarasak, darhaqiqat o'ylab ko'rishimizga bir arziydigan narsa. Va qaytanga bugungi kunda yashash sharoitimiz shunday yengil bo'lishiga qaramasdan, kasalliklar ham yosharib ketyapti, ko'payib ketyapti va biz 40-45 yoshgacha bormasdan уже bir buket kasalliklarga egamiz. Qo'shilasizmi? Siz bu mavzuda qanday taxminlarga egasiz? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun shunday? Izohlarda fikringizni bildirib keting, menga juda ham qiziq. Biz mana shu mavzuni siz bilan davom ettiramizda. Demak, tizimli terapiyalar shuni ko'rsatadiki, bizning kasal bo'lishimizning bir necha sabablari va omillari bor. Mana shu omillarni yoki biz kuzatganimiz tajribalarni siz bilan bo'lishib ketaman bugungi videoda. Demak, birinchisi, biz kimlargadir yoki nimalargadir hayotimizda o'rin bermaganligimiz tufayli kasalliklarga duchor bo'lishimizni kuzatdik. Ya'ni aytaylik, bizni hayotimizda onamizga o'rin yo'q yoki otamizga o'rin yo'q. Bu nima degani? Ota-onamizni boricha qabul qila olmaymiz, ularni kechira olmaymiz, ularni tan ola olmaymiz yoki bo'lmasam o'zimizni qabul qila olmaymiz. Ya'ni bizda o'zimizga joy yo'q. O'zimizning
hayotimizda o'zimizga joy yo'q yoki taqdirimizdan norozimiz, ya'ni bizning hayotimizda taqdirimizga o'rin yo'q. Yoki qandaydir bir vaziyatlarni qabul qila olmaymiz. Kimdir bizga nohaqlik qildi deymizda, shunchaki ha mana shu narsa men bilan sodir bo'ldi deb o'tib keta olmaymiz. Обязательно kimdir menga nohaqlik qildi, kimdir meni xafa qildi, men shuncha ishlayapman, hech kim meni qadrimni bilmaydi, men 20 yil xizmat qildim, qaynatam biroz rahmat demadi degan narsalar. Ya'ni po faktu bizning taqdirimizga bizni hayotimizda o'rin yo'q. Yana nima? Xullas biz doim norozimiz. Taqdirimizdan, atrofimizdan, kasb-korimizdan, topayotgan pulimizdan, topmayotgan pulimizdan, sog'lig'imizdan, salomatligimizdan, ota-onamizdan xullas meni bitta she'rim bor, bizni Xudoyim ham rozi qila olmayapti. Ya'ni Xudoyim ham qiynalib ketdi, siz bizni rozi qilaman deb. Nima bo'lsa hammasidan norozimizda, hammasidan kamchilik qidiramiz. Hamma narsa kam. Oylik kam ko'tarilsa ham yetmaydi. Pensiya kam ko'tarilsa ham yetmaydi. Ota-onam ham yetarli mehr ko'rsatmadi. Otam yetarlicha narsa bermadi, e'tibor bermadi, erkalatmadi. Onam yetarlicha mehr bermadi. Qarindosh-urug'larim yetarlicha e'tibor bermadi. Qaynona-qaynatam meni yaxshiligimni yetarlicha bilmadi. Xullas, doim bizga nimadir kam. Qo'shilasizmi? Mana shu kichkinagina bo'lsa ham suhbatimiz sizga o'zingiz haqingizda biron narsalarni ko'rsatib bera oldimi? Shunday bo'lsa, izohlarda qoldiring. Men esa sizga kuzatganlarimning yana ikkitasi bilan bo'lishaman. Ya'ni biz tizimli terapiyalarda kasalliklarning yuzaga kelishining sabablarida ko'p uchraydigan narsalarni uchtasi bilan bo'lishaman. Uning bittasi, demak, bizga hayotimizda muhim narsalarga o'rin yo'q. Ularni o'zimizni hayotimizdan chiqarib tashlaganmiz. Nima degani hayotimizdan chiqarib tashlaganmiz? Agar biz ota-onamizdan norozi ekanmiz, biz ota-onamizga ega emasmiz. Ya'ni, po soti biz ota-onani o'zimizni hayotimizdan chiqarib yuborishimiz bilan bir xil. Qanday norozi bo'lamiz ota-onamizdan? Masalan, mening onam falonchi dugonamning onasiga o'xshagan bo'lsa edi. yoki mening otam ham mana bu falonchi o'rtog'imning otasiga o'xshagan bo'lsa edi dedikmi, bo'ldi. Biz otani o'zimizni hayotimizdan va tizimimizdan chiqarib tashlaganimiz mana shu narsa bo'ladi. Ya'ni bunday ota bo'lgandan bo'lmagani yaxshi yoki bunday ona bo'lgandan bo'lmagani yaxshi deymiz-ku. Mana bu bilan biz ularni o'zimizni tizimimizdan chiqarib yuboramiz. Demak, biz kimgadir, nimagadir o'rin bermasak, bularni o'rnini kasalliklar to'ldirib berar ekan. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi manfaatlar. Ya'ni bizning kasal bo'lishdan manfaatlarimiz bor. Masalan, yaxshiyam kasalmizki bizga e'tibor berishadi, bizdan hech narsa talab qilishmaydi, bizdan yordam kutishmaydi, bizdan pul kutishmaydi, bizga yordam bermasak xafa bo'lishmaydi-da. Ya'ni bizning kasal bo'lishdan juda ham katta manfaatlarimiz bor. Kuzatganmisiz, ota-ona farzandlarini uyli joyli qilib, ularni uzatib, uylantirib, o'qitib, uyli joyli qilgandan keyin kasal bo'lishni boshlashadi, pensiyaga chiqqandan keyin. Chunki ularda уже bola chaqani aytaylik boqishga kuch-quvvat yo'q, pensiya yetmaydi-da. Va nimani kuzatamiz? Ota-onalarning kasal bo'lishini. Ya'ni agar ota-ona kasal bo'lsa, bolalar ulardan pul kutmaydi, mehr kutmaydi, e'tibor kutmaydi. Nabarot, ota-onaga mehr berishadi, atrofida girdikapalak bo'lishadi-da. To есть bir vaqtlar agar esingizda bo'lsa, bolaligingizda kasal bo'lganingizda ota-onangiz boshingizda как положено girdikapalak edi, to'g'rimi? Sog'lom paytingiz biron narsa rasm chizib borsangiz ham ota-onangiz xursand bo'lmasaydi, beshob kelsangiz ham ota-onangiz xursand, bor, nari tur, chetroqqa tur degan gaplarni eshitardingiz. Lekin kasal bo'lganingizda-chi, istimay tushdimi? Nima ovqat yemoqchisan? Nima narsa qilmoqchisan? Tezroq tuzalib ketsang, seni parkka olib boramiz. Tezroq yaxshi bo'lib ketsang, seni mehmonga olib boramiz va hokazo. Esizdami? Ya'ni kasal bo'lish bizga o'zimizga yarasha qanaqadir bir yaxshi plyushkalarga ega bo'lishimizni ta'minlaydi. Demak, kasal bo'lishimizning sababining ikkinchisi, bizni kasal bo'lishdan manfaatimiz bor. To mana shu manfaatlardan kechmas ekanmiz, kasalligimiz bizni uncha-munchaga tark etmaydi. Okey. Kasalliklarning yuzaga kelishining kuzatganlarimiz uchinchi katta jabhasi bu dasturlash. Bu ikki xil bo'ladi. Ya'ni dasturlash degan narsa ikki xil bo'ladi.
odam o'zini o'zi dasturlaydi va boshqalar tomonidan, odatda kattalar tomonidan dasturlanadi. O'zini o'zi dasturlash qanaqa bo'ladi? Bizni urug' aymog'imizda mana shunaqa kasallik bor edi, men ham shunaqa kasal bo'laman. Otam shu bilan og'rigan, men ham shunaqa bo'laman. Onam bu bilan og'rigan, menda ham bu bo'ladi. Bizni hammamizda shunaqa narsa bo'ladi. Biz ham 40 dan oshgandan keyin bel og'ri bo'la boshlaymiz. Biz ham 40 dan oshgandan keyin undoq bo'la boshlaymiz, bundoq bo'la boshlaymiz degan narsalar bu odam o'zini o'zi aytaylik kasallikka dasturlashi bo'ladi. Tashqaridan yoki kattalar tomonidan dasturlanish qanaqa bo'ladi? Bu tabiiyki ota-ona masalan bolasiga aytadi, biz mana shunday kasalliklarga egamiz. Mening otam ham 40 yoshida mana shunday kasal bo'lgan edi. Mening onam ham 60 yoshga kirganda sahr bo'lgan edi. Ya'ni bizda sahrli diabet degan narsalar bor, podagra, qizamiq, shunga o'xshagan kasalliklar bor degan narsani kattalar bolasida shakllaydi. Bundan tashqari jamiyat ham bizni shakllaydi. Qanaqa qilib? Bu kasalliklar bittada davo bo'lmaydi. Bu kasalliklar odamni kafangado qilib keyin tark etadi. Bu kasalliklarni yechish uchun juda ham qimmat mutaxassislarga yollanish kerak. Bizning mamlakatimizda bu kasallikni davolaydigan mutaxassislar yo'q. Buni chet elda davolash kerak, buni kurortda davolash kerak. Bu kasallikdan forig' bo'lish uchun tinimsiz sanatoriylarga borish kerak. Bir yilda 2 marta, 3 marta sanatoriylarga borish kerak degan narsalar. Ya'ni mana shu gaplar bilan odam dasturlanadi. Tabiiyki, agar sizni ongingiz mana shunaqa begona dasturlar bilan limmo-lim to'la bo'lsa, естественно, kasalliklaringizdan qutulishingiz shu qadar qiyin bo'lib ketaveradi. Bugungi videomizni mavzusiga qaytadigan bo'lsak, siz kasalliklaringizdan bitta sessiyada butunlayga forig' bo'la olasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Men javob berishimdan oldin keling, hozir videoni pauzaga qo'yib, oldin izohlarda javobni yozing, keyin videoni davom ettiring. Mening bu savolga javobim mutlaqo ha. Siz nafaqat bitta sessiyada, balkim 1 daqiqada xohlagan kasalligingizdan forig' bo'lishingiz mumkin. Agar buni o'zingiz sinab ko'rishni xohlasangiz, bizni Telegramda o'tkaziladigan guruhli terapiyalarimizda ishtirok etgan ishtirokchilarning bitta sessiyada 15 yillik qichimalardan, 18 yillik allergik rinit, 20 yillik toshmalardan bitta sessiyalarda forig' bo'lishgani haqida o'zingiz eshitib olishingiz mumkin. Bu narsalarning o'zingiz ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Agar qiziq bo'lsa, barchangizni Telegram kanalimizda bo'lib o'tadigan guruhli terapiyalarga taklif etaman. Terapiyalarning va Telegramning silkasini ushbu video oxirida ekraningizda paydo bo'ladi yoki videoni ostidagi opisaniyada topishingiz mumkin. Barchangizga mustahkam sog'lik, salomatlik tilagan holda sizlarni guruhli terapiyalarimga taklif etib qolaman.